Ona tili va adabiyot fanidan aprel oyida o'tkaziladigan milliy sertifikat imtihonida tushish ehtimoli eng yuqori bo'lgan savollarni tahlil qilishda davom etamiz. Demak, boshladik. Qaysi javobda berilgan birliklar nutqda o'zaro ma'nodoshlik hosil qila oladi? A javobda ibrat, dars, saboq. Buni gapda almashtirib qo'llaymiz. Bu voqea unga ibrat bo'ldi, dars bo'ldi, saboq bo'ldi. Demak, mos keladi. To'g'ri javob A. Qolgan javoblarni ham tasdiqlaymiz. Afsus bilan nadomat B javobda mos kelyapti. Afsus qildi, nadomat. Afsus, nadomatlar uni qiynardi. Taassuf F bo'lishi kerak edi. Ya'ni taassuf degan so'z bor. O'sha afsus, nadomat degan. Bu yerda B borligi uchun bu javob xato bo'ladi. Taassuf degani ergashish, qanot degani. C javobda afzal, ortiq, a'lo. Xo'sh, ortiq bilan a'lo bo'ladi. Menga xorijdan ko'ra O'zbekiston a'lo, O'zbekiston ortiq desak bo'ladi, lekin afzal bo'lmaydi. Afzal bu otning sozi. Afzal degan so'z bo'lardi. Shuning uchun bu ham xato. D javobda gapdon bilan sergap bo'ladi. Sinonim. Gapdon bola, sergap bola. Lekin naynov bola desak bu naynov uzun degan, daroz degan. Shuning uchun xato bo'ladi. C javobda mana afzal xato, D'da naynov. Mutlaq to'g'ri javob A. Instagram sahifamga qo'shilishni unutmang. Oxir pasm qoldi. Ha? Oxir qo'yishim shart emas. She'r javob bersangiz to'g'ri. To'g'ri javob A degan joygacha qoladi, qolganiga. 1000 marta ko'rilib qo'ygan.